Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilar. Sizlar bilan yana men Og'abek Abdusamatov. Xudo xolasa, bugungi tayyorlayotgan mavzumiz ko'chatlarni hozirgi holati, ya'ni bugun 1-oktyabr, o'shandagi holatlari, yer ustki qismi, ya'ni substratdan yuqoridagi barglari, tanalari qanaqa bo'lgan, nima ishlovlar qilinyapti, qanaqa ozuqalar berilyapti, yer ostki qismi mana shu kungacha qanaqa ozuqalar berildi, ildizi qanaqa rivojlangan, o'shalar haqida to'liq obzor qilib beraman. Avvalambor bugun 1-oktyabr, barcha ustozlarimizni bizlarga ilm berib, mana shu sohalarni o'rgatgan, ham meditsina sohasida, ham agro sohasida hozirgacha bundan keyin ham ilm berib kelayotgan barcha ustozlarimizni bayram bilan tabriklaymiz. Xudo xolasa keyingi ishlariga rivoj bersin. O'sha ustozlar qatorida biz ham elga ko'rinib, elni oldi nima deydi, xizmatiga har doim tayyor bo'ladigan mukammal shaxslardan biriga aylanaylik. Xo'p, qani bo'lmasam videoni davom etamiz. Xo'p, ko'chatlarimiz mana holatlari ko'rib turganlaringizdek, Xudoga shukr, hammasi joy-joyida, a'lo darajada. Bugun 1-oktyabr, ko'chatlarimiz xo'p 18 kunlik holati bu. 18 kunda mana shunaqa natijaga erishildi. Barglar mana shunaqa tiniq. Barglarni mana bunaqa ushlab ko'rsangiz, anchagina qalin. Yangi bargdan mana bitta, ikkita, 2,5 ta deylik, 2,5 tadan har birida barg bor. Mana 1, 2, yarim. Bunda ham xuddi shunaqa holat. 2,5 tadan barglari bor. Tanalari qalinligi mana hammasini tanasi shunaqa bosh barmog'imdek bo'lgan. Xo'p, bugungi kungacha mana shunaqa barglarni shunaqa holatga keltirish uchun o'zimiz tayyorlagan abi-bochka ozuqalar doimiy berib borilyapti. Holatiga qarab bir kunda 2 marta, sal kun issiqroq bo'lgan paytlari 3 martagacha ozuqa berilyapti. Tartib shunaqa: bir kun polnisda abi-bochkaning ozuqalari, o'sha o'zimiz tayyorlagan 11 xil elementdan tarkib topgan ozuqalar, keyingi kun ham xuddi shunaqa 11 xil elementdan tarkib topgan, faqat B-bochkaning retseptlari ketyapti. Oldin ham aytganman videolarda, A-bochka bilan B-bochkani men fosfor bilan kalsiyni bir-biri bilan kelisha olmasligiga tayangan holatda bo'lib chiqqanman. O'shaning uchun A ga Bni, Bga Ani qo'shmaymanligini o'zini alohida bir kun unisidan, bir kun bunisidan qilib beraman. Holatlari. Bular eski barg endi. Eski barg ham o'zini tashlab yuborgani yo'q. Shunaqa holatda. Barglarni hozirgacha yulganimiz yo'q. Bitta narsani yana aytib o'tay. Bundan 3 kun oldin ikkita katta video qilgandim YouTube uchun, lekin qo'ya olmayapman. U videolarni qachon qo'yaman bilmadim. Bu ham hali qachon YouTube ga tushadi. Ozroq YouTube bilan birgalikda muammo bo'lyapti. Videoni joylash ancha biz uchun murakkablik qilyapti. YouTube registratsiyasidan o'tkazish ozroq qiyin bo'lyapti. Bu yerda ozroq kalsiy yetishmovchiligi ko'ringan. Yoki holatlari shunaqa. Mana shunaqa holatda parniyda hali hech qayerni yopganimiz yo'q. Mana tashqi tomon. Bu yoqda o'zimiz tayyorlagan ko'chatlarimiz bor. Ularni ham ko'rsatib o'taman. Bu yog'i ichki tomon hali yopganimiz yo'q. Temperatura hozircha yaxshi. Kechqurun 15 gradus, kunduzi 25, 28, 30 gacha ham chiqyapti.
to'rlar yo'q, hech qanaqa. Mana bu yuqoridagi teshiklar hisobiga havo almashinishi juda ham yaxshi. Xo'p, barg olinishi, qanaqa tartibda bo'linishi bundan oldinroq video qo'yaman, o'shalarni ko'rasizlar. Tartibda olinishi aytganman, 3 kun ichida barg olinadi, birdan olib tashlanmaydi deb. Birinchi kuni har bitta ko'chatdan bittadan barg yulib ketasiz. Mana shunaqa tartibda eng eski bargini shunaqa qilib ikkinchi kun kelasizdagini xuddi mana shu ko'chatlardan ikkinchi eski bargini olasiz. Mana shunaqa qilib bunaqa uzilib qolmasin, bargni tagi bilan olasiz. Sekin bossangiz barg yulinadi. Mana shunaqa qilib. 3-chi kun kelib 3-chi eski barg olinadi. Buniki shart emas ekan. Mana. Ozgincha joy tozaladim. Ko'chat shunaqa holatda. Mana. Shu holatda qilib 3 kun ichida tozalanadi. Xo'p, sizlar uchun qaysi ko'chatni tanlarkanmiz? Bittasini ildizni ham ko'rsatib beray. Menimcha bu tarafdan ildizlari ko'rinmadi. Ko'proq ildiz bu tarafdan chiqadi, chunki kapilnisi ham mana shu tarafdan tashlangan. Hozir bittasini ko'tarib ko'ramiz, qanaqa darajada ildiz yoygan ko'chat. 17-18 kunlik ko'chatlar. Tajriba uchun, sizlar uchun mana shu ildizlar. Voh. 18 kunning o'zi polностью ildiz bilan ta'minlab olgan ko'chat o'zini. To'liqligicha shu holatda. Hozir ko'p mayda ildizchalar yulinib ham qoldi. Bilasiz, ko'chat stakanchi yoki kasetada bo'ladi. Bunaqa katta bo'lmaydi. Mana bu yerda uzilgan ildizlari ham qolib ketdi. Demoqchiman, to'liqligicha mana ko'chatni qoplab olgan. Ko'chat turgan kakosni qoplab olgan mana shunaqa. Ildizlari sog'lom, oppoq holatda. Sekin ekib qo'yamiz. Hozirroq stress oldi-yu. Sizlar uchun bitta like bossalaringiz hech narsa qilmaydi bu ko'chat. O'z holatiga keltirib olamiz, xudo xolasa. Joyiga ekib qo'ydik. Substrat ustki qism barglarini substrat ostidagi ildizlarni ko'rsatib o'tdim. Holatlari shunaqa. Boya ozroq gap chola qoldi. A buchka, B buchka ozuqa berilyapti dedim. Himoyasiga 2 marta organik EF berildi. Ildizdan ekilgandan 2 kun o'tkazib, kalsiydan keyin. Xo'p, bundan keyin 15 kunlik bo'lganda yana bitta organik EF berib yuborildik. 1 sotixga 150 grammdan qilib berildi. Bu taraflarni ham ko'rsatib o'tay. Ko'chatlar. Xo'p, hasharotga qarshi ham ishlab turilibdi. Har 10 kunda bir marta. 2 ta biologiya, bitta kimyoviy dori. Biologiyadan Bioselib BV bilan Bioselib BT 100 gram 100 gramdan qilib berilyapti. Xo'p, kimyoviyga esa Sangjonsal, Jaguar, Misovang
hammasidan birin-ketin qo'llanilyapti. Dozalari bo'yicha 10 litrga 10-15 grammdan qilib. Bular ko'chatlik payti yeyilgan barglar, hech qanaqa hozir tushgani yo'q. Ko'chatlik payti bu barglar yosh bo'lganda bu qurtlar tushgan. Atak biza ekkanimizdan keyin bunaqa narsa bo'lgani yo'q bu yerda. Qurt ham tushsa ham yosh bargga tushishi kerak. Agar bo'lganda hozir mana bu bargda qurt bo'lishi kerak edi. Shirincha, qurt, hech narsa yo'q. Xo'p, sizlar uchun bitta yangilik qilmoqchimiz. Mana ko'pchilik o'simlik yetishtiradi, agronom tavsiya beradi. Mana shu elementdan, masalan, kalsiydan 200 gramm, magniydan 100 gramm, temirdan 40 gramm bering deydi-yu. Biz tushunmaymizligini, xo'p, mayli deb olib ketaveramiz. Lekin nima uchun aynan kalsiy mana shuncha, magniy shuncha, temir nega buncha, u narsani tushunmaymiz. Shu narsani men sizlar uchun onlayn kurs qilamandagini Telegramda tushuntirib bermoqchiman. Sizlarga keyin hech qanaqa agronom kerak bo'lmaydi. O'zlaringiz mana shu narsani to'liq tahlil qilib, tushuncha olib, kerak bo'lsa o'zingiz uchun o'zingizni hududingizdan, o'simligingizdan kelib chiqib 20-30, kerak bo'lsa 50 xil retseptlar tuzishlarni to'liq o'rganib olasizlar. O'shalarni men sizlarga birin-ketin o'rgatib bermoqchiman. Masalan, aytaylik, o'simlik uchun kerak bo'ladi 400 gramm kalsiy. Nima uchun 380 gramm emas? Yoki nima uchun 420 gramm emas? O'sha narsani men sizlarga to'liq tushuntirib bermoqchiman. 400 gramm o'simlikni qayeriga boradi? Hammasini aytib bermoqchiman. Ya'ni qaysi bargga necha gramm, 3 ta barg bo'lsa necha gramm ozuqa berish kerak, 4 ta barg bo'lsa qancha? Bu narsani hali hech kim o'rgatmagan. Xudo xolasa hammasini sizlarga yoritib beraman. Faqat bitta nomer qoldiraman, o'zim nomerim. O'shanga Telegramdan yozasiz, yopiq gruppa qilamizdagini onlayn kurs. O'shanda har birini sizlarga o'rgatib beraman. Nima uchun temir 30 gramm, shuni 3 grammi qayerga boradi o'simlikni, aynan qaysi ildiziga, aynan bargni qayeriga boradi, gul qachon shakllanadi, qanaqa tartibda shakllanadi, nima uchun 3 ta qoldirish kerak, 5 ta qoldirish kerak. Xullas to'liqligicha sizlarga agronomlik sirlarini ochib bermoqchiman, o'rgatmoqchiman. Xalqimiz hammasi nima deydi? Manfaatli bo'lsin. O'zi nimani yetishtirayotganini bilib yetishtirsin degan maqsadda mana shu ishga qo'l urmoqchiman, xudo xolasa. Bor o'zimni tasavvurlarimni, bilimlarimni sizlar bilan birga bo'lishmoqchiman. Telegramdan yozing, hammasini shartlarini birma-bir tushuntirib beraman. Ozgincha xarajati bo'lishi mumkin, lekin sizga butun umrga xizmat qiladigan ilmni o'rganib olasiz. Bizlar ham vaqtida xarajat qildik, ustozlardan meditsina yo'nalishida, kimyo, biologiya, agro yo'nalishlarda ilmlarni oldik. Endi xudo xolasa hammasini umumlashtirib, o'zimiz orttirgan tajribalar, ustozlardan o'rgangan bilimlarni bitta qilib sizlarga to'liqligicha tushuntirib bermoqchiman. Tartibi shunaqa bo'ladi. Bir oyda kamida 3 ta 4 ta retsept tahlil qilinadi. Aynan bitta retsept aytaylik 640 gramm kalsiy, 250 gramm kalsiy nitrat, 250 gramm magniy sulfat, 35 gramm temir. Xo'p, yana boshqa xuddi shunaqa tartibda bo'ladigan bo'lsa, o'sha 35 grammni kerak bo'lsa 5 ta 6 ta o'simlikni fazalar, ya'ni hududlarga bo'lib olamizdagini hammasini sizlarga aytib beraman. Aynan temirni 5 grammi mana shu yerga, 10 gramm mana shu yerga, 3 grammi mana shu yerga. Ortiqcha bergan 3 grammimiz qaysi elementni qanaqa jarayonda bloklaydi, qanaqa jarayonda ochib beradi, qayerda ziyoni bor, qayerda foydasi bor, hammasini tushuntirib,
o'zimizni organizmimizga ziyon yetkazmaydigan, hech qanaqa rak kasalliklariga uchratmaydigan eng ideal o'sha jahon standartlariga mos bo'lgan Gollandiya retseptlari asosida to'liq tahlil qilib beraman. Faqat bular hammasi Telegram kanalda to'lig'icha tushuntirib beriladi. Nima uchun Telegram deydigan bo'lsalaringiz, chunki u yerda individualni ishlash juda ham oson. Ya'ni bitta savol beriladi, bitta to'liq javob olinadi. Yana xuddi shunaqa takrorlanib boraveradi. YouTube'dachi imkoniyat cheklangan. Videoga qarab o'rganishingiz mumkin, lekin savolni to'liq bera olmaysiz. Savolning tagidan savol chiqib kelaveradi. Ularni hammasini agar ilm o'rganmoqchi bo'lsangiz, Telegramdan murojaat qilasiz. Sizlarga xudo xolasa eng to'g'ri yo'llarni doimiy ko'rsatib boramiz. Xo'p, qiziqib, ilmini o'rganaman, o'zim mana shu sohani to'liq agronomlikni o'rganib chiqaman deydiganlar uchun Telegram gruppa ochib beraman. Xudo xolasa o'sha yerda to'liq ilmini onlayn kursda o'rganib boraverasiz. Ko'pchilik aytadi, menga kerak emas, eng to'g'ri maslahatlarni bering, eng to'g'ri dorilarni bering, o'shalar bo'yicha ishlay, menga shunisi tinch deydiganlar uchun mana shu ozuqalarni chiroyli qilib retseptlari bilan tuzilgan holatda dorilar tayyorlaganmiz. O'shalarni o'simligingizni holatiga qarab, bargini, ildizini, kunini, oldin nima qilinganligiga qarab sizlarga to'g'ri tavsiyalar bilan to'g'ri retseptlar tuzib beraveramiz. Mana shu tuzilgan retseptlar asosida xohlasalaringiz tayyor ozuqalar ham bor. Bemalol o'zimga murojaat qilib olishlaringiz mumkin. Hozir ko'rsatib o'taman. O'zimni kichikroq aptekacham mana shu yerda mana ikki xil bochkada quruq holatda dorilar tayyorlanadi. Bunisi A bochka, mana bu yerda ichida bo'lishi mumkin bo'lgan elementlar B bochka, mana bu yerda ham qanchadan bo'lishi kerakligi elementlari yozilgan. Grammlar aytilmagan, chunki bu bochkada kerak bo'lsa 50-60 xilgacha retsept tushadi. Biri bo'shaydi, biri ketadi, xuddi shunaqa. Shunga faqatgina elementlar o'zini yozganmiz. Qaysidirlarning grammi o'zgaradi. Bundan tashqari ustozimni dorilari, Leonardit kompaniyasining dorilari bor. Bu yerda kelayotgan klientlarimiz uchun sud laboratoriyalari bor, EC, pH shularni o'lchab, xo'p, birdaniga ko'rsatib beraveramiz. Qanaqa holatda qancha ozuqa berish kerak, o'zlariga konsultatsiyalar berib. Himoya uchun, biologik himoya uchun Biosolid BVlar, Organic NP, xo'p, Bioduxlarimiz bor. Himoya uchun pseudobakterial, mikroelementlar, xullas agroaptekada bo'lishi mumkin bo'lgan, o'simlik uchun eng kerakli bo'lgan, narxlari ham o'ta qulay qilib klientlar uchun sharoitini qilib qo'yganmiz. Kelib bemalol dorilarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Videolarimizni ko'rib borayotganlaringiz uchun va obuna bo'lganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat. O'sha an'anaviy gapimiz, sog'lom meva tering biz bilan, agroterapiya doim siz bilan.